yasashni o'rganamiz. Nomer vinil oxiridagi 6-nomer kategoriyasida nomer yasashni boshlaymiz. Video jarayonimiz faqat tezlashtirilgan video kadrlar. Shunda ahamiyat berib bemalol nomer yasasangiz bo'ladi. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz qora rangni tanlab, biz yon chetlarida yon cheti past tepa qismlarini qora qilib olamiz, chunki nomerimiz uzoqdan ham yaxshi ko'rinishi uchun ham bliski berishi yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz biz O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini logosini yasash bo'ladi. Bu yerda video tezlashtirilgan, agar imkon bo'lsa sizda sekinlashtirib kadrlarni kesib olishingiz mumkin hamda bemalol tomosha qilib yasashingiz mumkin. Bayrog'imiz deyarli tayyor. Endi bunda shtrix kod qo'yish jarayoni. Bunda bitta qo'yish shart emas, 2-3 ta qo'ysangiz uzoqdan yaxshiroq ko'rinadi. Kopirovat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shtrix kodimiz tayyor. Endi o'z belgisini qo'ysak, rang berib chotki bo'ladi. Agar videomizni ko'rgan bo'lsangiz, videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like hamda podpiska bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Bu foydali video faqat sizlar uchun, sharpa kengayadigan insonlar uchun tayyorlandi. Chiziqlar nima qo'ygan savolni video jarayonida ko'rib olasiz. Xo'sh, biz endi davlat belgisi nomerlarini qo'yib chiqamiz. Olbir, siz qaysi viloyatdan bo'lsangiz, xohlaganingizda nomer qo'yishingiz mumkin. Men ikkita olbir tanlab qo'ydim hozircha video uchun. Nomerimiz pashti tayyor. Bemalol qo'yib ishlatib foydalansa bo'ladi, aytaversa bo'ladi. Agar videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like, bir dona podpiska bosish esdan chiqmasin do'stlar. Bu foydali video faqat sizlar uchun tayyorlandi. Xullas, mashinamizda hozir bu nomerda taqamiz. Qanday skromli bo'lishini ko'rasiz video jarayonida. O'ta go'zal. Nomer ashaddiy dahshat chiqdi.